Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari, bormisizlar, salomatmisizlar? Sizlar bilan yana ko'rishib turganimdan juda xursandman. O'zbekiston milliy terma jamoasining eng muhim, o'zining butun tarixidagi eng muhim o'yiniga 2 kun qoldi. Ertaga matbuot anjumani bo'lib o'tadi. 19:35 da boshlanadi Toshkent vaqti bilan. Undan keyin rasmiy mashg'ulotlar, shunga o'xshash 5-kuni, ertasi kuni o'yin boshlanadi do'stlar. Birlashgan Arab Amirliklari bilan biz qanchalar intiqib kutgan o'yin bo'lib o'tadi. Lekin shu o'yin oldidan bugun adashmasam yoki ertaga AFK maxsus shaxslarni yuborgan O'zbekiston milliy terma jamoasi turgan yotoqxonaga, u yerda nima bo'ladi? U yerda doping uchun O'zbekiston milliy terma jamoasi test topshiradi. Mana do'stlar, shuncha tashvish, shuncha muammo, shuncha bosim yetmagandek, endi AFK bizga bosim qilyapti do'stlar. Futbol o'yinidan asosiy maqsad bu darvozalarni qo'riqlashdir. Hayotda esa darvozalar sizni qo'riqlaydi. Shunday ekan, qo'riqchi ishonchli va sifatli bo'lgani ma'qul. Kovkal brendi ostidagi darvozalar nafaqat sifatli, balkim nozik did va yuksak mahorat mahsulidir. Har bir kvadrat metr 500 mingdan 2 million so'mgacha bo'lgan darvozalarni O'zbekiston bo'ylab o'lchash, yetkazish va o'rnatib berish ishlari mutlaqo bepul. Kovka temirdan go'zallikkacha. Menimcha Birlashgan Arab Amirliklari do'stlar bunchalik past ketmasligi kerak endi do'stlar. Ular o'zining futbolini, o'zining mavqeini, o'zining darajasini bunchalik yerga urmasligi kerak do'stlar. Mayli O'zbekistonda nima ayb do'stlar? To'g'ri, O'zbekiston o'sha kuni o'zining uyida bo'lgan o'yinda penalti hisobiga g'alaba qozongandir. Fabio Del Lima o'sha kuni O'zbekistonga pasport sababli kela olmagandir. Endi buni alamini bunaqa qilib olmaslik kerak. O'sha AFKni ishga solib yoki aeroportda o'sha maxsus kuchlarni ishga solib muxlislardan alam olib, bu orqali muxlislar orqali futbolchilarga bosim yuklab, futbolchilarga istaymizmi yo'qmi, baribir bosim tushadi. Bizga shu, misol O'zbekistonda turib bizga bosim tushdi-ku, misol uchun o'zimiz bora olmagandan keyin har bir u yerga borgan muxlisni biz bu yerda futbolchilarga qo'shib muxlislarni ham qo'llab turamiz. Ya'ni hammasini o'sha sog'lik salomatlikda g'alabani qo'lga kiritib ortga qaytishlarini tilakdoshimiz biz. Lekin baribir xayol ularda bo'ladi baribir. Chunki o'sha kuni aeroportda qolib ketishdi. Video chiqardim bundan oldingi videoyim aynan o'sha aeroport mashmashasi degan video edi. Ya'ni aytmoqchimanki do'stlar, ruhiy bosim shunaqa narsaki, seni yaxshi kuningda u seni esingga kelmaydi. Misol uchun ertaga Birlashgan Arab Amirliklari bilan bo'ladigan o'yinda qanaqadir bir hakamning xatolari orqali futbolchilarga o'sha ruhiy bosimlar ta'sir qilishni boshlaydi. Bitta urishni boshlaydi o'sha ruhiy bosimlar. O'sha aeroportdan o'ziga bilinmasligi mumkin futbolchini, lekin toliqtirishni boshlaydi. Ruhiy jihatdan toliqtirgandan keyin organizm albatta toliqadi do'stlar. Birlashgan Arab Amirliklarining maqsadi shu o'zi. Birlashgan Arab Amirliklari bu o'yin atrofida o'yin qilyaptiki do'stlar, buni hamma ko'rib turibdi, butun Osiyo ko'rib turibdi. Yaqinda Qatar o'zining uyida bo'lib o'tgan shu Osiyo Kubogida g'alaba qozondi. O'zbekiston bilan ham o'ynadi, penaltilar seriyasida yutib ketdi. O'shanda nima dedi butun Osiyo? O'zbekiston, nafaqat O'zbekiston, butun Osiyo nima dedi o'shanda? Qanaqadir Qatar o'zining pullariga Osiyo Kubogini sotib oldi deb baralla aytdi butun Osiyo. Xuddi mana shu Birlashgan Arab Amirliklari bilan ham shu holat kuzatilyapti. Butun Markaziy Osiyo ko'rib turibdi. Tojikiston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Turkmaniston hamma ko'rib turibdi. Qozog'iston ham ko'rib turibdi do'stlar. O'zbek futboliga qiziqadigan muxlislar bor. Qo'shni qardosh yurtlarda ham, hattoki meni videolarim ostiga ham men Qirg'izistondan kuzatdim, Tojikistondan kuzatdim degan kommentariyalarni qoldirishadi. Ular ham ko'rib turibdi. Ma'lum bir qismi, ya'ni Markaziy Osiyo ko'rgandan keyin bu voqeani demoqchiman, butun bir Osiyo ko'rib turibdi. Butun bir Osiyoning yonida o'zini mavqeini, o'zini futbolini bunchalik yerga urmaslik kerak do'stlar. Ya'ni o'sha dopingga test topshirishlari bu endi oshib tushdi do'stlar. Yaqinda o'qib qoldim men bu videoni, o'zi ertaga bafurcha o'sha xayollarni hammasini joyiga jamlab, ma'lumotlarni yana ham ko'paytirib chiqarmoqchi edim, lekin
chidolmadim do'stlar, to'g'risi. Doping qanaqasiga doping do'stlar? Bitta futbolchi Angliyadan kelyapti, bittasi Italiyadan kelyapti do'stlar, bittasi o'zingni uyingda Birlashgan Arab Amirliklarida o'ynab yuribdi, Hojimat. Bittasi CSKA da o'ynab, Rossiyada RPL da o'ynab yuribdi. Umuman olib qaraganda o'zini klublaridan kelyapti. U klublarda misol uchun qanaqadir bir nazorat bor, tekshiruvlar bor. Bunaqa joydan kelgandan keyin mana bu AFK tomonidan doping uchun test bu endi ortiqchalik qildi do'stlar. Endi bu ortiqchalik qildi. Bilmadim, balkim AFKni ishga solgandir Birlashgan Arab Amirliklari. Xullas, men oddiy muxlisman. Oddiy muxlisni sizni xayolingizda qanaqa fikrlar aylanayotgan bo'lsa, menda ham xuddi shunaqa fikrlar aylanyapti. Men ishonamanki, ertaga yigitlar maydonga chiqishganda bu aks ta'sir qilishi mumkin. Ya'ni hozir Birlashgan Arab Amirliklari o'ylayaptiki, biz ruhiy bosim beramiz, ertaga maydonga tushganda hakam bizni foydamizga bitta-ikkita qarorlarni chiqargandan keyin o'yin tizgini izdan chiqadi. Ya'ni mana shu yig'ilib jam bo'lgan o'sha to'plangan ruhiy bosimlar maydonda hammasi yuzaga qalqib chiqadi deb ishonayotgan bo'lishi mumkin Birlashgan Arab Amirliklari. Lekin ishonavering, ular katta xato qilyapti do'stlar. Biz yigitlarni ruhlantiryapmiz. Bu tabiiy, yigitlar bunga o'rganib qolishgan. Ya'ni olg'a O'zbekiston jahon chempionatiga chiqadi, qanaqadir O'zbekiston kuchli degan motivatsion gaplar bilan biz O'zbekiston milliy terma jamoasiga motivatsiya beryapmiz. Buni qaysidir qismini eshitayotgandir ular. Yigitlar, ya'ni milliy terma jamoamiz yigitlari. Lekin ular qachon eshitmagan buni? Hattoki Gonkong bilan, Bangladesh bilan o'ynasak ham o'sha o'yindan oldin ham biz motivatsiya berganmiz-ku yigitlarga. Ular uchun bu oddiy hol. Lekin ana bu Birlashgan Arab Amirliklari tomoni rahmat aytib qo'yishimiz kerak ularga. Ular o'ziga xos uslubda motivatsiya berishyapti do'stlar. Ular o'zi bilmagan holda yigitlarni o'sha oq bo'rini do'stlar uyg'otishyapti ular. Ertaga maydonga tushgandan keyin do'stlar, yigitlar ishoning do'stlar, endi o'sha Futbol Plusda aytishgandek, endi biz durang uchun hech qanaqa durang degan narsa bizning hayolimizga kelmayapti degan o'sha futbolchilarni o'sha umuman ko'zidan bilishingiz mumkin. Intervyu berishyapti futbol Telegram kanallarida ko'rishingiz mumkin. Intervyu jarayonlari, mashg'ulot jarayonlari, futbolchilarning ko'zida olov yonib turibdi. Hammasi har bitta voqelikdan, har bitta hodisadan xabardor. Nima ketyapti o'sha tashqi o'yinlar, o'yindan tashqari o'yinlarni hammasini futbolchilar bilib turishibdi. Temur Kapadze ularni izolyatsiya qilgandir, lekin bu hozirgi bugungi kunda izolyatsiya degan so'zni o'zi kulgili o'zi do'stlar. Ya'ni hammaning qo'lida telefon bor, ijtimoiy tarmoq, umuman buni iloji yo'q. Ular har bitta hodisadan xabardor va ular o'ziga xos ruhlantirish olishyapti do'stlar. Birlashgan Arab Amirliklari mana shunaqa o'yinlar orqali o'zi bilmagan holda milliy terma jamoamizni ruhlantiryapti. Ertaga matbuot anjumani bo'lib o'tadi. Matbuot anjumani bo'lib o'tgandan keyin rasmiy mashg'ulotlar bo'ladi. Unda Birlashgan Arab Amirliklari tomoni ham, O'zbekiston milliy terma jamoasining matbuot anjumani tomoni ham qatnashishi mumkin o'sha mashg'ulot jarayonida. Va keyingi kuni o'yin oldi mashg'ulotlar va 5-kuni do'stlar o'yin. 5-kuni o'yin hozir oddiy tuyulishi mumkin. Hozir bu videoni ko'rganlar, hozir 10 daqiqaga yaqin meni kuzatib borganlar kommentariy yozib, qo'llab-quvvatlab turishlari mumkin. Lekin bu o'yinni haqiqiy darajasi do'stlar, haqiqiy mavqei o'sha kuni hakamning hushtaga chalingandan keyin bo'ladi. O'sha kuni hakam o'yinni to'xtatgandan keyin, biznikilar qo'lini ko'targandan keyin, muxlislar mayli 1000 ga yaqin muxlis borsin, 15000 muxlisga baralla baqirib bas kelgandan keyin bilinadi o'yinning mavqei. Yigitlar O'zbekistonga qaytib kelishgandan keyin bilinadi. Biz jahon chempioni debman, yaxshi niyat. Jahon chempionati ishtirokchisi bo'lganimizdan keyin rasman tasdiqlangandan keyin bilinadi. Ushbu 5-iyunning mavqei do'stlar. Birlashgan Arab Amirliklaridagi Al Nahyan stadioni biz uchun tarixiy stadion bo'lishi mumkin do'stlar. Men do'stlar umuman durrangga ham rozi emasman endi. Muxlislarga bo'lgan bosim, futbolchilarning o'ziga bo'lgan bosimlaridan keyin endi futbolchilarimizni oldida bitta yo'l qoldi. G'alaba ham emas, yirik hisobdagi g'alaba.
yirik hisobdagi g'alaba. Mayli o'sha kuni kim qahramon bo'lsin, Abbosmi, Eldormi, Ostonmi, Masharipovmi, Hojimatmi, O'tkirmi hattoki. Balkim Husanov qahramon bo'lib ketadi. Umuman kim bo'lishidan qat'iy nazar buni endi farqi qolmadi. Meni nazarimda butun bir jamoa bo'lib qahramon bo'lishi kerak. O'zbekiston deganda Eldorni emas, Jalolni emas yoki Temur Kapadzeni emas, butun bir jamoa ko'z oldiga kelishi kerak. Ana shunda o'sha g'alaba bizniki bo'ladi, do'stlar. O'zingizni ehtiyot qiling, ko'rishguncha salomat bo'ling. Ertaga balkim matbuot anjumanidan keyin ikkala jamoaning bosh murabbiylarini o'sha gaplarini tahlil qilgan holda boshqa bir video chiqararman. O'zingizni ehtiyot qiling, ko'rishguncha salomat bo'ling.